Namanganda 8-martga necha pul sarflanibdi? O'zi Bobur akadan shu bo'yicha so'raymiz. Bobur aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sachasiz, mashina topib qo'ying, aka. Okay, 8-martga necha pul sarflaysiz? Ikkita lola. Juda chiroyli bu. Bu ikkita emas bu. Bosqon 4 ta bu. Okay, necha pul ketdi? Bu necha pulligidan ham bu kimgaligi qiziqroq. Mana hozir aytadigan bo'lsam. To'xta, aka. Bu birinchiga, bu ikkinchiga, bu uchga, bu to'rtga. Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q. Bittasi ammajonimga, bittasi onajonimga, bittasi singlimga, bittasi ayolimga, hozir yana bittasi chiqadi, u kelinoyimga oldirganman, xudo xolasa. 5 ta hammalarning ko'ngillarini birday kayfiyatlantirib. Hammasi oila a'zolariga. Hammasi oila a'zolariga. Okay, bo'pti, endi narxini ayting. Necha pul ketdi? Abbosxon bu necha pul ketish qiziq emas. Hozir ikki karra bayram. Birinchisi Ramazon oyi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bu kunlarda biz 10 barobar, 15 barobar yuqori kayfiyat ulasha olishimiz kerak, ayniqsa oila a'zolarimizga. Okay, sizda odamlar ko'paysin, okay? Yoringiz sog' bo'lsin. Xursand bo'ldim.